Ozgina foydali ma'lumotlar beraman. Chunki juda ham ko'p menga reels tashlashadi, xullas qarindoshlarim ham, boshqalar ham xullas umuman aytaman. Mana bu SPF haqida ham reels tashlashgan ekan. Birinchi o'ringa qaysidir kosmetika magazin degasi qo'ygan ekan. Keyin qaysidir o'rinlar bularni o'rni bo'lmaydi-da. Mana shular hammasi. Keyin yana qaysidir video tashlashdi, xuddi mana bu Beauty Joe brendlar juda ham past o'rinda umuman himoya qilmaydi yoki mana bu SPF himoya qilmaydi. Unaqa emas, sizlar sizlarga hozir aytaman. Qimmat brendlarda nima farqi bor? Mana bu endi misol uchun 170, 140 ming SPFlari. Bularda hammasini ichida, mana shu SPFlar hammasini ichida mana bunda jismoniy filtr bor, ya'ni yashilida dioxid titani bor. Jismoniy filtr bu. Filtr безопасный, чувствительный sezuvchanliklarga, yana yosh bolalarga, endi yosh bolalarga emas, yosh bolalarga boshqa SPFimiz bor mana bu. Lekin aytaman-da, sezuvchanliklarga, o'ta sezuvchanliklarga ham shunaqa jismoniy filtr tavsiya qilaman. Yangi avlod filtrlar mana bu Roundlab'da, Centella'da, Beauty Joe'da va mana bunday Cinemax'da. Men endi hozir bir 5 ta eng populyarnisini anvam. Ana shularda hammasida qizlar bularda hammasida kimyoviy filtrlar bor. Kimyoviy filtrlar fotostabil hisoblanadi, ya'ni quyoshga himoyasi yaxshi bo'ladi. Keyin bemalol kun davomida yangilamasangiz bo'ladi. Agar siz shahar hayotida yashasangiz, ertalab ishga borsangiz, obedda bir ro'yga chiqsangiz, kech payt kechdan qaytib kelsangiz, ham yangilamasangiz bo'ladi. Lekin siz mana bu SPF surib olib 2 soat oftobda jaziramasida 35-40 gradusda tursangiz, yo'q, albatta yangilashingiz kerak. Chunki unchaga baribir terlaydi yuzingiz, to'g'rimi? Himoyasi kamayadi. Keyin qancha surishingiz bilan bog'liq. Himoya qilish ozgina surganlarga, конечно, ozgina himoya bo'ladi. Yaxshiroq surish kerak. Keyin bularni o'rniga keladigan bo'lsak, buni 1-2, 3, 4, 5 o'rni bo'lmaydi. Bularda hammasi tarkibi yaxshi. Mana o'rin beringlar, men o'rin bermayman bularga. Bular hammasi yangi avlod filtrlarida chiqqan SPFlar. Ya'ni bir xil himoyasi. Faqat ozgina qo'shimcha mana bunda namlantiruvchi, ko'proq namlantiradi. Beauty Joe'da probiotik bor, bor, ya'ni yuzda aniq himoya qavatini tiklaydigan guruch bor, oqartirish xususiyatiga ega guruch. Niacinamid bor, bu ham oqartirish, nitronix, pantenol tinchlantiradi, Centella, gialuronka namlantiradi. Ko'ryapsan shunaqa farqi bor. Mana bu biryo'za sokli. Lekin bunga o'rin berib bo'lmaydi. Hammasi bir xil sifatli SPFlar.